Xo'p, shu joy bosh. Bugungi maqsad. Bugungi maqsadimiz postlar qilish. Shu choyxona o'qishga borganimda buni tashlab Avtomatga kim qilibdi? bu uxlaydi-ku, dadasi bor. Ko'pincha uxlamaydi. Opam borku, sevyapti. Ishga solib berib uxlatib ketaman. Boyamanda. To'saqalini. Qalamlarini olaman. Bu qalamlarni deyip o'nta qalam berdi. 22 bo'lardi. Qalam solgan. Yo'q, ishlataman deb. O'shaning uchun aytdim bu qalamni endi oldim, ma'radim. 12 ta ekan. Bu yakni Rostini. Qatdan bildingiz 12 ta olgan? qalamim bo'lardi. Men buni dushasidan bilaman. Mana bunaqa joyiga qayamayman men. Men dushasiga qayapman. Qarab, kattaroq bo'lsa 12 talikdan baland bo'ladi. 12 talik bo'ladi mana shunaqa dushalik. Bundan sal bundayroq 6 talik bo'ladi. Bundan kattasi 24 talik bo'ladi. Bizniki qanaqalik? 12 talik bizniki aytgancha. 12 ta qalam. Eski qalamlar bor. Semiz olib bergan kuchsizdagi 12 talik. Semiz emas, alik. Semizlayni. Qaysi? Yog'lisimi? Opam olgan ularni. 12 tami o'sha ham? Bilmam. Ha, 12 ta shekilli. Hammasi yog'li qalam edi. Bo'yishga yaxshi edi, opam olib qo'ygan. Olib qo'ygan bo'lgan bilan qani yo'q. Opamda Ishlatmayapti-ku. tashvishlanatımda ishlatyapman dedi. Şunun Yengam nima qo'yapti? Hadeb Fardoshga deb qo'yilgan xabar kelyapti. Yo'q, Farzon To'mas Kashevich bo'lib qolgan. Telegramda ham ayamnikida. Telefon qilishganda ham shunaqa, ana unda ham shunaqa. Qayerqadir ketadi. Qayerqa? Qayerqa borasiz? Tushundimmi? Biznikida ham bor, faqat u to'q jigar bilan bo'yi. Qolamas. Adilni qarab olib berdi, yo'qotib qo'ygan va opam Adilni qora qalab olib berdi. Shokolad topib berdi kusalqiga. O'shanda qora qalam. Hech kimdan hech narsa olmasin deganmiz. Hech kimdan hech narsa olmasin, hech kimdan hech narsa bermasin. Bitta narsasi yo'q olmasin degan.
oldu sen öyle babayama. Bu işte kalanını sana bağlı. Konuşacağız. Şak yağın var mı? Yok. Yok bir keşek kulağı. Büyük atıyı yer. Bir saklayacak mı? Dur. Ne yapacak bu? Ay şimdi tutmuşsun. Bizim baba yerlerinde obamı. Kızım hiç bilmeyin sen baba. Burası benim kem bulması. İç sene geçsin de neyse. Takı. Ha. Biz bana ben. Çok babamız ilk doğumlu. Babamız o şurada kabul gerekli tercih ederse okuladarız. Bana. Balboşlar teginmesini. Teginmesini balboşlar. Balboşlar teginmesini. Teginmesini balboşlar. İşi yok balboşlar teginmesini. Teginmesini balboşlar. Teginmesini. Teginmesini. Teginmesini balboşlar. Teginmesini balboşlar. Teginmesini balboşlar. Hey balboşlar. İşi yok balboşlar. İşi yok balboşlar. İşi yok balboşlar. Teginmesini. Hiç bulgur. Çok gitti. İş yok babutlar teginmesini. Teginmesini. İş yok babutlar. Teginmesini. Babutlar. Babutlar. Teginmesini. Teginmesini. Teginmesini babutlar. Teginmesin balboşlar. Balboşlar. Atkıları teginmeleri. He. Absolut, he.
Zum Beispiel hep